yaxshimisizlar? Bugun hammalarning huzuriga Get Ready With Me men bilan birlikda hazırlanın, men bilan birlikda tayyorlik qiling degan videoni ilib keldim. Bugun yana shu no makeup look, ya'ni grim qilmagandek, tabiiy chiqadigan grimni hazil qilib chiqdim deb o'ylayman. Yoqtirsanglarni umid qilaman. Undaqda udullan videoga o'taylik. Unaqa grimimizni boshlaylik. Munchadan chiqqandan keyin bo'lsa, shu yuzimga Fresh degan markaniki Rose Deep Hydration Facial Toner, ya'ni shu qizilgulniki, ko'zanlar ichida qizilgulning yaproqlari bor. Shu qizilgulniki suyi hamda shu namlikni saqlash meni ishlatdim. Bu ikkisini atigan kesh yuzimga bo'lgan keyin shiltyapman, ya'ni atiganlik may keshlik may deb armisangiz bo'ldi. Shu ikkisini tanishlatsangiz, nayda saqlaydi ekan yuzingizning namligini. Bu ikkisini hozir yuzimga qilib oldim. Ana keyin grimdan burun bo'lsa, meni shiltadigan primer kombosi bo'lmaydi. Primerdan men Smashbox niki Photo Finish Protect degan primer. O'shani ishlatdim. Buni ishlatgan vaqtingizda yuzingizga grim bo'lsa va kerak qanday deymiz, paqrab olib ketmaydi. Balki aytdi, yaqon deb qo'yamdi, mat bo'ladi. Matte finish. Matte. Normalda bu kremni aytib ishtik bitadi, ammo bugun gaqqish siratga olgan bo'lgandan keyin shundan asliroq bo'lishi mumkin. Ammo normalda o'rganib qilsangiz aytib ishtik bitadi. Primer tugidi. Ananiga foundation Urban Decay ishladim. Mening rangimga shade 4, 4-rangi. Mush kerak maskildika. Men sizlar cho'tka bilan qilaman. Cho'tkadan ustiga bu MAC Prep and Prime degan suyim nəhayət az ishib qolibdi, zayqlatmaydi. Shamishdoq beauty blender bo'lsin yoki cho'tkalarim bo'lsin. Shularga azroq chechitib surksam, yana maytixim yaxshi ekan, shunlashqa shuni ishlatamiz. Normalda men bundaq kundalik kirib qolgan vaqtimda ko'zimga surmayman, chunki ko'rayotganlar ko'zimning o'zining azroq rangi bor. Bilmayman nimishga bundaq. Şey yertibdi. Şunlaşqa normalda ko'zimga hech narsa qilmaydim, ammo chunki bugun sizlar ko'rsatdim bu grimni, shunlaşqa yuzim ko'zimning qopqimning ustiga yana azroq foundation aqatishmay azroq suraydim. Shunda qilganda qamilanga mos keladigan grimni asl qilib chiqay deb o'ylashdim. Lappali kichiklab ketdi ko'zim. Aqatishmayni surib bo'ldik. Surib bo'lgandan keyin yuzimning ustida kichikliklar qitish turib. Yana ligini topamayman. Hammasi sen qilgan ish. Amliki bo'lsa, yuzma surib bo'lgandan keyin concealerdan azroq ham tek ko'zimga concealerdan men chunki men kerak kunlik kremi ham buni haqiqatan aqilib o'tdim. Biroq qiynaq kremlarga maskalaning bilan bugungi krem maskalasing mumkin. Shunga Tarte Shape Tape Concealer'niki Fairy degan rangi bilan Cover FX'niki G+ Medium 2. Shuni azroq aralashtirib ishlatdim. Ana kichik bir beauty blender bor, shunga azroq suv chechitib, keyin yetasam bo'ldi. Okay, andlikka upa krem turg'izilgan upsi Revolution. Hozir cho'tkaga ilibman. Ana ish qilgan bularni qolgan yerga azroq yetasam. Mayli, normal krem bo'lsin, qanaq krem bo'lsin yoki kunlik krem bo'lsin, hech kelsa yaxshi turadi. Bo'ldi? Tapdigina. Amdilikka ko'zimizga keldik. Ko'zimizga men odatda contour powder mushlam ishlatdim. Bugun bo'lsa Anastasia Beverly Hills Inky Powder Contour. Mush baladiki. Navrandan azroq baycha qilamiz. Azroq yetasam. Yetasam tabiiy chiqadi. Anda shu Anastasia Contour Kit'da azroq paqraydigan bir rang bor. Buni masalan bang paqrab ketmasin desangiz, shu qopqog'ingizniki mau ko'zning bujikiga, lekin qoshning ostiga azroq surtib qo'ysangiz, biroz paqraydi, tabiiy paqrab chiqadi.
Mayli qiynoq kirim qiling, mayli suz kirim qiling, mushu burchakdagi paqraqni chiroyli urib bersangiz, ko'zingizni texim yo'g'on ochadi, texim nurli qiladi. Andaliki bo'lsa, yuzimizdagi ortiq tushuklarni supurib tozalab, mana BH Cosmetics'niki V number 1 cho'tkisiga. BH Cosmetics'dan yangi chiqqan cho'tkalarni bak yaxshi ko'rdim. Men tanlab turib, bir taldan u yoqdan bu yoqdan deb turib oldim. Masalan, ko'zdan qapoqning, yuzning qiyinchilik soya chiqadigan shu yerlardan qo'shib oldim. Bir to'liqini olmadim. Shunga mendaqi haqiqatan bak yaxshiga buni tordan topalsanglar, osonlar bo'ldi. Shunday yumshoq, pakkiz chiqadigan kremni men xil yaxshi ko'rdim. Andaliki bo'lsa, kirpik. Andan kirpiklar haqi bo'lsa, Baxam Lashes bilan tal qilib chiqarib uzatdim. Andan keyin Too Faced'ninki Better Than Sex mascara. Buni Amerikadagi vaqtimda Sephora'dan olsam, nasagan vaqtimda buni so'g'at qilib berganda, shuni shiltib baqdim. Haqiqatan bek yaxshi ko'rdim, shunlashqa ikkisini aralashtirib ishlatdim. Ana asli kirpigimizga azroq Baxamdan survatsak. Andaki bo'lsa yuzimizga asroq kontur yurgizaylik. Cho'tkada shu Evelyn'ninki. Ben degan shu kirmaninki Evelyn degan markasi. Shuni ishlatdim. Buni cho'tkalarni bak yaxshi. Anastazia'niki shu bilan o'tirdikki. Mana azroq aralashtirib. Azroq. Yanımızga azroq. Nimaradan azroq elib. Keyiniga. Andan mayli sizlar o'zinglarning ixtiyoringlar, qilsanglar bo'ldi, qilmasanglar bo'ldi. Men shaxsan qilma, burnimga azroq kontur berma. Nimaradan elib. Andan keyin men bilsizlar qishimni sizmayman hajmu. Qaysi seçishni men o'ziniki yuksekligini yaxshi ko'rgan qashakga qarab turib, siz vas bo'ldi, undan qilib tabiiy yoki bek yengil gapga bo'lmaydi, chunki hozir qizlar hamma shunday usta kirib qolganlar. Shuna. Nima ishlar chilaylik. Lanaysan. Bo'ldi. Anastazia'ning paletradagi mana bu paqroq rangi. Shuni burnimizga survatsak bo'ldi. Buni surgan vaqtimizda tabiiy chiqadi, bek paqirab ketmaydi. Shashqamni yaxshi ko'rma. Ko'p kelgan vaqtida bo'lsa, men shu Douglas'ninki, ya'ni Germaniyaninki markasi NYX, ya'ni NYX da ishlasanglar bo'ldi. Douglas'ning yaxshi. Douglas'ninki lip liner, ya'ni buni rangi bo'lsa number 11. 11-rang brown mystery deydi. Shu buningda azroq yilqi qalbimiz yo'qotqili bo'ldi, shuni yaxshi ko'raman. Ammo buni shu suvsaroq sizlasangiz, qiynoqchilik qoldi. Andan azroq astiga yetib sursangiz, kerak tabiiy chiqadi. Agar buni baqina qo'yib ketdi desangiz, ustiga yana Anastazia'ninki buni rangi Stripped'ga liquid lipstick. Shuni azroq yetib qilasangiz, ham tabiiy chiroyli chiqadi. Ana qulamlik bo'lsa, buni sizlar mana bilsizlar, Fenty Beauty'ninki. Men pushaymon qildim.
ningdab bunda kechikib olgan bo'lgandim buni deb. Chunki buning ikki rangi siz mayli anglik qiling yoki ko'zingizni qapoq surq qiling, ikkilasi shunda chiroyli fokus chiqadi ekan. Bir narsa bilan ikki narsa rolini o'ynay oladi ekan. Bundan men yana o'xshash BH Cosmetics'dagi V2 ya V2 shu nimsini ishlataman. Masalan, jo'zrangroq chiqaray desangiz, men bakrak o'tpasingiz bo'ldi, yoki to'g'onroq chiqaray desangiz, men bakrak o'tpasingiz bo'ldi. Ikkisini aralashtirib men anglikni bakrak berishni yaxshi ko'raman. Bu endi hammalarninki o'zininki yaxshi ko'rishiga bog'liq. Anandagi kalpkumni, chunki men o'zim Yevropaninki to'liq kalpkuni yaxshi ko'raman, shunga shuni qarab surdim. Baqini qolib ketdi desangiz, masalan, o'zingizniki yaxshi ko'rgan kalpuk shakli ya da shu. Masalan, men Yevropaning grimini yaxshi ko'rgan o'xshash. Ba'zanlar Koreyanikini yaxshi ko'rdi, shunga kalpuknikini ayrim o'zingizniki ixtiyori bo'yicha. Qandayini yaxshi ko'rsangiz, shunday qilsangiz bo'ldi. Men shuni yaxshi ko'raman, shuni qildim. Eng oxirgi bir qadam bo'lsa, yuzimizga asroq paqroq bo'lmasak bo'ldi. Buningda men Zoeva to'g'rimi o'qimayman. Shu kirmandanki o'zining Douglas degan nimadan grim do'kondan olgandim. Bek yaxshi ko'rdim. Bu ya'ni liquid highlighter. Ya'ni qaymoq shakldagi highlighter. Buni men odatda cho'tkam bilan concealer cho'tkam bilan azroq ilib menga qo'limga surtib qo'lim surayotgandan keyin ko'ringlar. Bundoq men buni elib so'kib qo'yaman. Tabiiy baqirib turdi. Bak vallada baqirib ketmaydi. Shagazroq baqirib qo'yman shuning bilan. Buning rangi bo'lsa CB7 made in Italy deydi. Italiyada ishlangan. Setting spray chechishni unutib qolibman. Mayli qanaqa krem qiling yoki tabiiy krem qiling, shu setting spray. Ni cho'qim unutib qolmang. Eng oxirdagi shu krem to'g'izilgan bo'lmasa kremlaringiz eqib, hamiyalarga milixshib, asab ketish ehtimolli bor. Shu an men setting sprayda Elf'ninki Magic Mist and Set. O'shani ishlataman. Okay. Amlikda chechimni quritib, banandan keyin kiyimni kiyib, rasmiy hazırlanay. Hazır shu bejimni qilingan aytgandan keyin shu udul taravatman, to'xtamay tarab qilib beryapman. Asta-asta quriyotdi chechim. Bakchi qiliqqa cho'yvancha ishlatmayman, hatto bugun ishlatmadim. Ishlatmay o'zim qurishiga qo'yib berdim. Ko'rayotganlaringdek men chechimni larja qilmayman. O'ziga mushtaq tuzgan va qattiq. Chechimdan qurtib ostidagi salmoniyani qurtlarni qilishadi. Nima qildi shunga? Shunaqa qurtma. Eng yaxshisi chechingizga oz budur qilgan narsalar yoki chechingiz oz cho'yvanchadan quritilgan shunday shamollab qo'shilgan yoshlar narsani ozroq ishlatib bering. Chechingki o'zi yana tabiiy qurg'ini yaxshi. Bu spektor qilqi chechqi lazmat bo'lgan suv moddalarini shu narsalar buzib qo'ydi-chu. Shuna. Kirmam yaxshi kedinglarmi? Yaxshi ko'rsanglarni qilaman. Bunaqda bir fikrimim bizmishadi bitti. Get ready with me. Men bilan birlikda hazırlandinglarmi? Sizlarga oz to'lbay istaksa, menga xush bo'lma. Anadagi hammalarning menga yozayotgan xatlari hammani o'qiydigan vaqtim chiqsam o'qib qaytirib turyapman. Ba'zan vaqtda bir uxlab qolsam, men vaqt farqi bo'lgan ekan. Bir uxlab qolsam ham, g'ich xatlar kelib ketadi ekan. Shuni bilan uni ko'ramay qoldi ekanman. Hammani echib tekshirib bo'lmaydi ekanman. Shu hargiz eshib oldim, yo'g'onchilik qildi. Mening gapimni qaytaman deydi. Hargiz unda qo'ylab qolmanglar. Faqat shu xatlar chiqib kelyapti shunlashqa. Ba'zan vaqtda vaqtim tegmay qoladi ekan. Faqat shu tushunishimlarni umid qilaman. Andan keyin yana qanaqa ko'rimlarni ko'rganlar va astig'i Finlandchaga, ya'ni yorum yozganlarga yorum yozib qo'yishinglarni jinimdan umid qilaman. Bundaqda bugungi videomiz mushagicha bo'lsin. Kelar qadamli videomizda ko'rishaylik.